Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yil 17 may chorshanba. Bugun men iqtisodiy xabarlarga diqqat qilgan qarindoshlar yaqindan buyon ko'p uchirtayotgan debt ceiling, ya'ni qarzning eng yuqori cheki degan shu atalg'u haqida kichkina izohat berishni to'g'ri ko'rdim. Chunki Amerika hukumatining qarz elishining, hukumatning qarz elib pul xajlashining Amerikaning iqtisodiga, dunyoning iqtisodiga va jumladan pay chekini pul muomala bozori ko'rsatgan ta'siri intayin cho'nqur bo'ladiganlikdan bu haqda kichkina tushuntirish berish zarur deb qaradim. Ham bu iqtisod kanali bo'lgandan keyin. Har yili 2-oyda Amerikaning prezidenti to'g'risini aytgan vaqtda Amerikaningki prezidentning iqtisodiy maslahatchilari Amerika hukumatining maliya yilida xarjlaydigan 1 yillik pulining xamchotini tuzib Amerikaning parlamentiga sunadi. Amerikaning parlamenti, ya'ni Avam palata bilan Kengash palata bu prezidentninki ishxonasiga sungan xamchot loyihasini ko'rgandan keyin bu haqda talash-tartish ilib bordi. Anandan keyin bular talash-tartish qilish orqali ba'zi turlarga qo'shiladi, so'mmusiga qo'shiladi, ba'zi turlarning o'ziga qo'shildi yoki rad qilishdi. Oxirida ma'lum bir nuqtaga kelgandan keyin, ma'lum bir birdaklikka kelgandan keyin buni prezidentning ishxonasiga qaytardi. Prezident buniga imzo qo'ygandan keyin kuchga ega bo'ldi. Ya'ni Amerika hukumatiningki maliya xamchot yili har yil 10-oyning 1-kunidan kelar yilninki 9-oyning 30-kunigacha bo'ladi. Ya'ni Amerika hukumatining 2024-yillik hukumatning maliya xamchot loyihasi bu yil 2-oyda Amerika parlamentiga sunildi. Amerika parlamenti buni talash-tartish qilishyotdi. Maturga qo'shilamiz, o'tirga qo'shilmaymiz deydi. Prezident Joe Biden Demokratlar partiyasi ko'pincha hollarda ijtimoiy sug'urtaga, paravollikqa moyilroq siyosatni yurgizdi. Ya'ni kirimi tuvalligi food stamp deb qo'yamiz. Bir bilet beradigan, uni markaziy hukumat setib olib, shu turmushi nomrod kishilarga berdi. Anandan keyin Medicaid deb qo'ydi, Medicare deb qo'ydi. Mushu jihatda, ya'ni salomatlik sug'urtasi yo'q odamlarga, yeshi 65 dan yuqori pensiyaga chiqqan odamlarningki davolanish sug'urtasi qatorliqlarga pul ajratadigan shundaq ishlarda bular sal kengpalrak xamchot tuzdi. Ham shuning bilan birlikda bu xamchotni, ya'ni bu pullarni, xajlaydigan pullarni ma'lum bir yerdan ilish kerak. Bu pulni nereden olamiz degan vaqtda bu Demokratlar partiyasi odatda kirimi yuqori odamlardan yuqoriroq bajilish kerak deganni tashabbus qildi. Ammo Jumhuriyatchilar partiyasi cho'disa buningga qarshiroq gap qildi. Ya'ni ishlamagan odamlarga emgak iqtidori turib, ishlamagan odamlarga bekorlik tamoq elib yeydigan bilet taqtishning hojati yo'q, ular ishlasin, o'rin odamlarni sen ko'paytirib o'tsan deydi. Yoki bo'lmasa bu kirimi yuqori odamlar ishlaganligi uchun kirimi yuqori, tirishqanligi uchun uning kirimi yuqori, sen ulardan bajni yuqori olaman desang, naqshlik qildi deb misol uchun deyapman. Buni rad qilish o'rinda. Demak, bular ashundaq talash-tartish qilishib, undaq bo'lsa, men majatda programmani qisqartay, sen avjatda kengchilik qil deyishib, axir bir qaror keldi. Shuning bilan birlikda, shuning bilan bu xamchot loyihasi ashundaq ma'qullangan gap. Endi bu 1 yillik maliya xamchotida, masalan, bu yil 2023-yil 2-oyda, misol uchun aytsak, Amerikaning prezidentininki iqtisodiy maslahatchilari tuzgan bu xamchot loyihasi, 1 yillik xamchot loyihasi Amerika parlamentiga yo'llandi. Amerika parlamenti talash-tartish qilyapti. Shunaqa bu kuchga ega bo'lsa, tasdiqlansa, 2023-yil 10-oyning 1-kunidan boshlab 2024-yil 9-oyning 30-kunigacha bo'lgan ahvolda mushu xamchot ijro qilindi. Ya'ni mana shu tasdiqlangan xamchot. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtda Amerika hukumatining maliya xamchotini qanchalik pul xajlashini Amerika parlamenti belgilaydi, talash-tartish qilib degan gap.
Gerçi onu Amerika'nın prezidentinin işxanasıdakilar tayyorlagan bo'lsa-mu, ammo tayyorlaganning hammasi o'tib ketmaydi. Bu demokratik ellardagi bir xil moliya jihatda mas'uliyatchanlik bir tuzumninki shunday gavdalanishi. Odatda hokim mutlaq davlatlarda yoki ruhoniy davlatlarda bu xil ahvol bo'lmaydi. Yoki podshohning degani hisob yoki bo'lmasa mustabidning degani hisob bo'ladi. Ammo demokratik ellarda bu shu xil ahvol bor. Amerikada demokratik iqtisodiyot taraqqiy qilgan ellardagi nurg'un davlatlarda yo'q bu. Amerikada ham mushu gap bor. Ya'ni hukumatning qarz elib xajlashiga chek qo'yish kerak deydigan. Bu 1917-yili Amerikaningki shu vaqtdagi prezidenti Wilson tarafidan deyman, shu kishi tarafidan shunday qilingan. Undan burun o'tirib qo'yilgan. Undan burun Amerikaning parlamenti, Amerika hukumati qanchalik pul xajlayman desa, unaga chek qo'yilmagan. Parlament tasdiqlaydi, prezident tasdiqlaydi. Lekin hukumatning xajlashga tegishlik qazaninki cho'qim cheki bo'lish kerak degan bu narsa 1917-yildan keyin ijro qilingan. Gerçi Amerikaning asosiy qonunining 14-tuzib chiqarilgan moddasida Amerika hukumatining Amerika hukumatining qaziga savol qo'yish bo'lmaydi deyilgan bo'lsa-mu, ammo Amerika hukumati Birinchi dunyo urushi mazgilida iqtisodiy, ya'ni Amerika moliyasininki o'rinliq xajlanishini ko'zda tutib, o'sha xil tuzumni bekitgan ekan. Hozirga qadar 100 yildan ortiq vaqt o'tdi. Mao talash tortish, ya'ni Amerika hukumatining qarzininki eng yuqori chekini bekitish masalasida shunday ikki partiyaning odamlarining ro'bro kelishi, talash tortish qilishi shu 100 necha yilning ichida 100 qitimdan ortiq bo'ldi. Oxirgi hisobda bular bir nuqtaga keladi. Ayrim bir qitim prezident Clintonning vaqtida bir qitim, Obamaning vaqtida 2011-yilda deymiz, 2011-yilda bir qitim bu ahvol nihoyatda gavdlik bo'lib ketib, hukumatninki xomchot masalasida Amerika hukumatiningki pulini, hukumatning pul xajlashiga pul qolmay, tasdiqlagan pul qolmay, tasdiqlagan pul qolmay, manchalik pul xajlasang bo'ladi degan narsa vaqtida ma'qullanmay, shu vaqtda paychik bozorlarga bak cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Chunki Amerika hukumati nurg'un odamlarni ishlatadi. Hukumatning funksiyasi nima? Hukumatning funksiyasi paravollik, xalqning paravolligini oshirish. Bu paravollik degan nuqul iqtisodiy jihatli gaplanmaydi, davlat mudofaasi, sayya qatorliq jihatlardimi ifodalanadi degan gap. Shunga 1 yillik moliya xomchotida ahvolda agar davlatning iqtisodiy favqulodda kutilmagan ahvol yuz berib qolsa, bular yana qo'shimcha xomchotni o'tirib qo'ydi. Masalan, pandemik bo'ldi. Pandemik bo'lgan vaqtda 2,4 trillion dollardek pulni bular beryapti. Bu Amerikaningki yillik moliya xomchotida hisobga ilinmagan, chunki hech kim kutmagan. Alayda ahvolda mana shunday qo'shimcha xomchotni bular tasdiqlab o'tdi. Xo'sh, unda bo'lsa bu hukumatmi qazalamdi deydigan gap bor. Hukumatmi xuddi odamga o'xshash, shirkatlarga o'xshash. Odamlarningki kirimidan chiqimi kirimidan ishib ketib qolsa, qazaladigan ish bo'ladi-ku. Shirkatlarmi shu, navoda foydasi tuvallab ketib, kirimidan chiqimi ishib ketadigan ish bo'lib qolsa, qisqa muddatlik qarz abturdan gibi. Qarz alamasa, ishchi xizmatchilarning maoshini beramasa, ijorasini to'layamasa, masalan, shirkatlarningki u vayron bo'ladigan gap. Endi davlatlarning o'xshamaydi. Davlatlarningki bular davlatlar qanday qarz oldi desa, zoyim taqilish orqali, masalan, markaziy Amerika hukumatiningki, markaziy hukumatninki kirim bilan chiqim deymiz-ku, ya'ni kirimdan chiqim ishibgasi qizil raqam ko'rildi. Hozir Amerika hukumatiningki shu qizil raqami mundaq aytgan vaqtda qarzi 31 trillion atrofida, ya'ni Amerikaning 1,5 yillik milliy daromadidan ishib ketdi degan gap. 1,5 yillik milliy daromadim ishib ketdi Amerika hukumatining qarzi degan gap. Unda bo'lsa bu qanday gap? Amerika hukumatiningki markaziy hukumatning kirimi odatda kirim degan baj topshirishdan keldi. Masalan, xususiylar baj topshiramiz, maaşımızdan baj topshiramiz, kirimimizni topshiramiz markaziy hukumatga.
Her yıl 4-nji ayning o'ttirida biz bunu ma'lum qilamiz. Ağan tapqan tapavatımız ya kirimimizga qarab turib. Anandan keyin ijtimoiy sug'urta, social security tax deydi. Her birimiz maaşımızdan 6,12%'dan topshiramiz. Şunaga mos holda bizning idoramiz maaşımızdan 6,12%ni Amerika hukumatiga topshirdi. Bu Amerika hukumatining mali xazinasiga kirayotgan pul. Anandan keyin şirketlarninki sap paydasıga ticaret beji topshirdi. Umumiy kirimiga emas, chunki sap paydasıga ticaret beji topshirdi. Anandan keyin boshqa yana vositalik baj kirimlari bor. Vositalik baj kirimlari deganimizda mashinalarga sotadigan may, gazlarga oladigan baj, anandan keyin aroq tamagidan oladigan baj, bu bevosita markaziy hukumatning xazinasiga kirdi. Xo'sh, bu kirimga, unda Amerika hukumatining chiqimlari nima? Endi bu chiqimlari odatda transfer payment deb qo'ydi. Ya'ni bu nimaga kimga bundaq aloqa urpiradigan pul bu? Shaxsiylarga, shirkatlarga, hukumatlarga, yerlik hukumatlarga. Va yana shaxsiylarga deganimizda odatda dastlabki kirim jihati dedik-ku, ijtimoiy sug'urtaga baj topshiramiz, idoramizmi bizga qo'shib, ya'ni birasi baj topshirdi. Shu pul yaşangan vaqtda shu ijtimoiy sug'urta oladigan odamlarga, ya'ni pensiyaga chiqqan vaqtda o pulni hukumat urib turib pensiyaga chiqqan odamlarga. Bularning soni 60 necha million atrofida. Undan keyin, undan sirt yana kirimi to'van odamlarga urib beradigan pul bor. Ya'ni ishsiz qolgan odamlarga urib beradigan pul bor. Unemployment check deydi, welfare check deydi, ya'ni paravallik check deydi, paravallik pul deydi, haliqidek food stamp, yani tamaq beldi beradigan hukumat uni setolab shularga berdi. Chunki odamlar kam deganda och qolmaslik kerak. Anandan keyin yana ba'zi shirkatlarga kredit qilib beradigan tax bajda kredit qilib beradigan bir ishlar bo'ladi. Anandan keyin ba'zi shtatlik, yerlik hukumatlarga ma'lum turlarga pul beradigan ishlar bo'ldi markaziy hukumatning. Undan sirt yana bu chiqimlar yana bütün hukumatni aylantirish uchun, bir davlatni aylantirish uchun setib oladigan mulozimat va tovarlarga xarjlangan pul. Ya'ni davlat mudofaasi deymiz, askarlarning maoshidan tortib, harbiy qurol yaroq o'qtorg'icha bular ketadigan pul. Hukumatning har qaysi tarmoqlarida ishlaydigan, yana bu necha million odam, 7 million diplomatlardan tortib prezidentgacha, parlament a'zolaridan tortib taki shu chegara qo'g'dash xodimlarigacha bularning hammasi davlatninki xizmatchilari bo'ldi. Bularga maosh qilib taqtildi. Ularning ishxonasiga ular ketadigan kompyuter, mana shularning hammasi Amerika hukumatiningki xazinasidan chiqim qilgan, xomchotga kirgizilgan ashundaq aloqa pullar bo'ladi. Anadan sirt yana uchinchi bir xarjlangan pul nima desa, bu Amerika hukumatiningki har qaysi davlatlarga qiladigan bir va'da qilgan yordam pullari bo'ladi har qaysi davlatlarga. Mana bu shundaq chiqimlarni qo'shib kelgan vaqtda odatda Amerika hukumatining chiqimi kirimidan sal eshitmagan gap. Ya'ni 1998-yil 2001-yildan iborat 4 yilni hisob qilmagan vaqtda. Ya'ni o Prezident Clintonning vaqtida Amerikaning moliyasida ko'k raqam ko'rilgan, qizil raqam emas, kirim chiqimdan yuqori bo'lgan. Andan keyin to'g'ri Amerika hukumati bu qarzni qamdash uchun, bu qarzni nima qilish uchun qanday qildi degan vaqtda zoyim taqdidigan gap. Ya'ni Amerikaning xazina ministrligi zoyim taqdidi. Zoyim bill deymiz, treasury notes deymiz, moliya xazinasi, moliya xotirasi, moliya belli degan o'xshash narsalarni taqdidi. Buni shaxsiylar setib oladi, pensiya fondini boshqaruvchilar setib oladi. Andan keyin chet ellarmasida bo'ldi. Masalan, Yaponiya, Amerikaningki zoyimni setib olgan birinchi davlat. Andan keyin qolsa Xitoy. Andan keyin qolsa shaxslarni setib oladi. Demak, xalqning zoyim degan gap o zoyimga muayyan kupon, muayyan o'sim chiqadi. Dirini naqlashtirdi. Kupon to'lagandan sirt yana dirini naqlashtiradigan ish bor.
Şuna o bir xil məbləğçilikning bir usuli Amerika hökumətli болады ekan, o zayım çoxum naqlish kerak. Demek Amerika hökuməti şundaq zayımlarni jiq setib etganligi uchun, Amerika hökuməti zayımlarni jiq taqib etganligi uchun onunğa to'laydigan o'sim nisbatima yoki kuponma yuqorilab mengayotgan gap. Xo'sh. Endi bu davlatningki paravalligini, aholisining paravalligini qo'g'dash uchun hökumət shundaq tadbirlarni oldi. Ya'ni moliya jihatdan birinchisi hökumatning har qaysi funksiyalik tarmoqlariningki yurish uchun ham shuning bilan birlikda makroliq iqtisodiy maqsadlarga yetish uchun, ya'ni ishsizlikni tuvalatish, pul baholligini tizginlash, ham iqtisodningki GDP'ning milliy daromadning cho'kmasligi ishini qo'lga keltirish uchun shundaq bu moliya jihatda, baj jihatda yurgizgan siyosatlar. Endi yana bir tarafda aytgan vaqtda Markaziy bankning o'simni tangshash orqali makrolik iqtisodga aralashadigan usul va bu jihatda jiqtab ketganligim uchun ham bu tema shu qarz to'g'risi deb qo'ymizga ustunli bo'lganligi uchun buni deb qo'ygim keldi. Ya'ni mana hozir Kevin McCarthy, Amerika parlamentining so'zchisi, parlamentning boshlig'i Kevin McCarthy, Nancy Pelosining o'rniga chiqqan Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan bu kishi bilan Oqsaroyning o'tirisida hozir munozara, muzokara bo'layotdi. Ya'ni sen meni andaq qilsa, bundaq qilmasliging kerak, men meni mandaq qilman deydigan. Ikki partiya o'tirisida, demokratlar bilan Cumhuriyetçiler Partiyasi o'tirisida talash-tartishib bo'layotdi. Buning keyinida yana Oqsaroyningki, Joe Biden'ninki odamlari bor. Chunki bir prezident bo'lgan odamning o'zguchilik, hokimiyat yurgizish tadbir bo'ladi, yetmoqchi bo'lgan nishonlar bo'ladi. Bu Joe Biden Demokratlar Partiyasidan boshindaq abay degandek sal shundaq sotsialist degani taqsimotchilikda sal boylarni ilib kambag'allarga berishni tashabbus qiluvchi bo'lganlikdan Cumhuriyetçiler onun qarshi bo'lganlikdan shundaq kelishamaydigan ishlar bo'layotdi. Endi buni debt ceiling degan gapninki tuzli tarjimasi Uyg'urchada qarz to'g'risi. To'g'risi deymiz bir uy. Uyning to'g'risi var. Agar to'g'risi paka olib qolsa, masalan qarzni desak, bütün elingan qarzlarni bu uyga silib versak, to'g'risi to'shab qolsa, uning bir narsa tiqilmaydi, qarz olmaydi degan gap. Hukumat qarz olmasa, bu mang'izolmaydi degan gap. Ya'ni hukumatning faoliyati to'xtab qoldi degan. Unda o'z qanday qilish kerak? Yoki bo'lmasa to'g'risini elib o'tish kerak, bo'shliq tutashgan bo'lish kerak, yoki bo'lmasa to'g'risini egiziltish kerak. Bu yerda bo'layotgan yuqori chek, qarzning yuqori cheki yoki qarzning to'g'risi dal mushtundan iborat. Ya'ni hukumat manchilik pul olsa, 2021 yil 12-oyning 15-kuni bu ma'qullagan Amerikaningki shu qarzning chekini 2,5 trilyon ko'paysak bo'ladi deb, hozir 32 trillyonga yetib qoldi. Demak, Amerika hukumatli bo'ladi ekan, u qarzni naqdlashtirib mangdi. Bu asosan ko'pinchisi zoyim shaklda. Masalan, Yaponlar olgan, Xitoylar olgan Amerikaning zoyimi to'laydigan o'sim, masalan, ashuni o'z ichiga oladi. Anadan keyin bizningki portfolio deb qo'yamiz, bizning pensiya pullariimizdimi, buni ishonchlik deb qaraydi-ku. Bizning mablag'larimizni boshqarib turganlar 30-40% zoyim olib qo'ygan. Bu zoyimlarni Amerika hukumati naqdlashtirdi degan gap. Ya'ni bu ishonchlik degan gap. Pul muomala bozorining ichida zoyim xatri eng tuvan bo'lgan pul muomala mulkidir. Shunga ma'lum bo'layotgan gaplar hozir 2021 yili 12-oyda ashundaq 2,5 trilyon shu egizlasak bo'ladi ma to'g'risini degan. Yani bu 1,5 yilgacha 2023 yil 6-oygacha shunaq degan. Hozir qaragan vaqtda buning vaqti to'shab qolgan, belgilangan, ayni vaqtda bekitilgan xomchotlar hajlanib bo'lgan gap. Shunga buni yana kengaytimiz, yana bu to'g'risini egiziltimiz deydigan gap. To'g'risini egiziltimiz degan yerga mush masalada bular toza kelishamaydi. Lekin bu xil talash-tartish pay cheki bozorida umumyuzlik
немені көзтотқан gap, өзінің ifadesini көзтотқан gap. Şoň bir neçe günden buyan payçık bazar davalışı var. Amerikanın payçık bazarda yoki pul muamele bazarda davalışı olsa, bütün dünyanın payçık bazarda davalışı oldu degan gap. Çünkü bu agar ashunaq bo'lamay qolib qolsa, Amerika hukumatiningki 66 million odam ijtimoiy sug'urta chekini vaqtida topshira olmaydi. Hukumat xizmatchilari ishdan qolib qoladi. 7 million odam ishdan qolib qoladi. Onun bilan birlikda nurg'un odamlarning qo'lida pul vaqtida kirmaganlikdan, pul bo'lmaganlikdan iste'molga nurg'un narsaga ta'sir ko'rsatadi. Bu iqtisodning cho'kishini, paychigi bozorda paylarning texnik tushishini keltirib chiqaradi. Bunday ish bo'lgan bo'lsa 2011-yilda azroq bo'lgan. Clintonning vaqtida azroq bo'lgan, ammo buningki bu xil ahvolning yuz berishi sirtqi qarta, mustabid hokimiyatlarga qarta Amerikaning ichida qalayimqanchilik nihoyat cho'ng bu tushib ketadi, Amerika cho'kadi deydigan qarashni kuchaytiradigan bo'lganlikdan ham hukumatningki siyosiy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi sharafiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lganligi uchun meningcha bu ahvol jiq talash tatish qolmay, balkim 6-oyning 1-dan burun bular bir qarorga kelib bo'ladi. O qarzning to'g'risini, qarz saqlaydigan to'g'risini, uyning to'g'risini egiz qiladi. Bu chaqda paychigi bozorda ko'tarilish bo'ladi degan gap. Undaq bo'lmaydi ekan, dollarning qarz ilishningki texma, qarz ilishningki qarz nisbati o'sib ketadi. Anan keyin hukumatning inoatiga ta'sir etadi. Nurg'un odam ishsiz qoladi. Paychigi bozor iqtisodi cho'kadi. Buning iqtisodiy badali ham shuning bilan birlikda siyosiy badali yuqori bo'lganlikdan hukumat parlament bilan Baydenning ishxonasi cho'qim bir qarorga keladi. 6-oyning boshlarida biz paychiginingki kapital bozorda ahvolining yaxshilashini faraz qilamiz. Xo'sh. Bu shunaqa bir gap, iqtisodiy gap. Endi mening qo'shimcha bir deb qo'ydiganim, men bu so'zlagan vaqtda ekranga qarab so'zlayotganligim uchun, gaplarni sayyor shaklda deyotganligim uchun ba'zida qo'l ishoratlarim bilan og'zimdan chiqayotgan gaplar maskanmay qoldi g'ashlab ekan. Abonentlardan apple so'rayman, ba'zilar shu ishni ma'lum qildi. Ya'ni bir narsa o'syotidi deb turib, o'syotidi degan vaqtda asli mendaq ishora qilishim kerak-ku, mendaq qo'ydigan cho'kyotidi deganimda, cho'kyotidi deganimda, mendaq qo'ydigan shundaq bir ahvollar yoki bo'lmasa ba'zi gaplarni xato deb solgan. Masalan, o'tgan qatimliq leksiyada Steve S. Frederick Starr'ningki maqolasining temasi, Wall ko'chisi jurnaliga chiqqan maqolasining temasi Xitoylar Uyg'ur madaniyatini vayron qilib o'tamaydi, yo'qotmaydi degan tema. Onda azroq bir xatolik bo'lib qolibdi. Ba'zi abonentlar bu narsani yetkazdi. Ammo tuzib o'qishinglarni umid qilman, odam degan hamisha to'g'rilab ketmaydi. Xatolik bo'ldi, yetishsizlik bo'ldi, kamchilik bo'ldi. Diqqat qilganlarga rahmat, ammo ba'zida kang qo'zg'aliqlarmi zaruriyati bor. Xo'sh, endi shuning bilan birlikda men bundan 1 yil burun Yaponiyadagi bir Uyg'ur farzandi Arfiya Eri deb atalgan. Asli ismi Arfiya Ablat ismli bir Uyg'ur qizining Yaponiyaning parlamentga saylanib tushganligi to'g'risida so'zlagan edim. Mana hozir 1 yildan keyin bu qiz, bu singlimimiz Yaponiya parlamentininki parlament a'zosi bo'lib saylandi. Bu qizni tabriklayman, oilasini tabriklayman albatta. Ham Tönögün Axios degan bir to'g'rida bu qizni ziyorat qilib ekan, yaxshi bir xil fikrlarni beribdi. Ya'ni Uyg'urlar gullab yashnashga haqliq deb. Albatta biz haqliq, dunyodagi barliq insonlarga o'xshash biz xushal, ozoda o'zimiz Uyg'ur bo'lib yashashga haqliq. Endi bu haq, huquq tirishish orqali qo'lga keladi. Ya'ni badal to'lash orqali qo'lga keladi. Ujma pesh og'zimga tushish degan bilan hech yoqmaydi. Shunga bu yerda Arfiya Ablatga o'xshash, ham shuning bilan birlikda Amerikaning MIT, Harvard degan maktablarga kirgan Uyg'ur farzandlarga o'xshash, mana shunday ambitious deymiz, g'oyalik shunday yoshlarimizdan, kishilarimizdan biz faxrlanamiz. Shuning bilan birlikda
Ben bir günü bir chiroyli bir filmni ko'rdim. Filmning ostiga biraylar o'chmasin Uyg'urlar deb yozib qo'yibdi. Onu ko'rib nayt söyledim, gap menga ta'sir qildi. Ko'nglimni illatdi. O'chmasin Uyg'urlar. Bu bir ig'iz gap, ammo ma'nosi cho'nqur. Ya'ni Müşnak sersanlıqda bir xil yetimsirash, sersanlıq, musafirchilik, yo'qsizlik, namratlik ichida ba'zi kishilarimiz müşnak ümidsizlik cho'kib ketayotgan bir ahvollarmi bor. Bu real masala. Ro'y kayfiyati buzilayotgan, chataq chiqayotgan ro'yitidan shunaqa masalalarmi bor. Ammo shuning bilan birlikda mana Arifiya Ablatga o'xshash va boshqa Uyg'urlarningki yaxshi bo'lishi uchun tirishayotgan, ya'ni nurg'unlagan yeni singillarimiz, qarindoshlarimiz bor. Bular nurga o'xshaydi, ya'ni Uyg'urlik sevgisini qayerda bo'lsa, ashada yashnatib, nurdek yashayotgan qarindoshlarimiz bor. Shunga men yeliqi kishininki inkas qoldiruvchininki o'chmasin Uyg'urlar degan gapiga qarab, dedimki, razillikdan nijosatga va razillikka yaqin turgan kishilar ular aman cho'kidi. Ammo uning bilan karimiz bo'lmaydi. Uyg'urlik sevgisi bilan Uyg'urlarga nur berman deb yashayotgan odamlar har yerda bular ko'klaydi, nurlandi. Men shunga qarindoshlarimizning davomli tirishimizni, bu gapni men o'zim g'o'midavataman. O'zi deb qo'yib o'z qilmaydigan ish bo'lmaydi-ku. Davomli tirishimizni, har qaysi jihatdan tirishimizni, ilmiy egallashimizni, iyilik tiklashimizni, bir-birimizga hurmat va muhabbat ko'rsatishimizni davomli umid qilaman. Hammalarga rahmat.